Zotda Bulat 23 kilovatli kotyolimiz sutkasiga qancha summali rasxod qiladi deb o'ylaysizlar akalar? 6 ta xona, ya'ni 5 ta xona, 2 ta sanuzeli bor. Shu bilan 6 ta desak ham Bulat 23 kilovatli kotyolimiz sutkasiga 12 ming so'm rasxod qilayotgan ekan. 12 ming so'mni gaz yoqayotgan ya'ni akalar. O'yiga shunda 360 ming so'm bo'ladimi? 360 ming so'm bilan shuncha xonani qizdirishyapti akalar. Ya'ni hozirgi kunda animal so'g'ida buning bir kunga 20 ming so'm bo'lganda o'yiga 600 ming so'm bo'ladi akalar. 600 ming so'm bilan ponni shu uylarni qizdirishadi. Gaz ozgina pasayib qoldi, 4 ta o'tin ko'mir bilan bemalol qizdirsanglar bo'ladi. Kotyolning narxi 1780 dollar chiqadi akalar. Bu kotyolda bitta gaz emas, o'tin, ko'mir, elektr, gaz jamiki nima narsa yo'nsa tashab yoqaylasizlar akalar. Kimga shunaqa kotyolda, kimga shunaqa montaj ishlari, zavodskiy ferm dimoxodlari kerak bo'lsa, bemalol termoboshga aloqa chiqasizlar. Eng original dimoxodlar, eng original kotyollar, sifatli servis xizmatlari faqat termobochkada. Bemalol murojaat qilasizlar.